Assalomu alaykum. Bugun choy churrasi, ya'ni ruschasiga aytganda pahvi grija haqida gaplashamiz. Choy churrasi bu nima? Choy churrasi bu qorin bo'shlig'ida biror organning, ko'pincha ichakning yoki charmning choy kanali bo'ylab yoki qorinning muskullarining zaif joylari orqali to'g'ridan-to'g'ri choy sohasiga yoki teri ostiga kirib qolishi natijasida yuzaga keladigan kasallik. Uning sabablari qorin bo'shlig'i, qorinning pastki qismidagi muskullarning zaiflashishi, bu ko'proq qarilik bilan bog'liq yoki o'sha choy kanali orqali ichakning o'sha yerga o'tib qolishi natijasida yuzaga keladi va bu kasallik ko'proq erkaklarda uchraydi. Chunki choy kanali ko'proq erkaklarda bo'ladi. Buning asosiy sabablari og'ir yuk ko'tarish, kuchli yo'tal yoki semizlik natijasida kelib chiqadi va bundan tashqari nasliy omillar ham bo'lishi mumkin. Belgilari qorinning pastki qismida, ya'ni ko'proq choy sohasida shish, to'planish, og'riq va achishish belgilari yuzaga keladi. Uni endi aniq tekshirishimiz uchun ultratovush tekshiruvi, rentgen, MRT, kompyuter tomografiyasi orqali bu kasallikka aniq tashxis qo'yishimiz mumkin. Davo usullariga keladigan bo'lsak, eng yaxshi davo usuli bu operatsiya hisoblanadi. Bu ikki xil an'anaviy yoki laparoskopik, xalq tilida lazer usuli orqali amalga oshiriladi. Bunda o'sha kirib qolgan ichak qismini yoki charmni qorin bo'shlig'iga qaytarib, o'sha qism yopib tashlanadi. Agar bu narsani biz o'z vaqtida davolamaydigan bo'lsak, o'sha kirib qolgan qismga qon o'tmay qolish natijasida o'sha qismning gangrena bo'lishi va chirib qolishi va undan keyin og'ir asoratlar, peritonit va undan kuchliroq bo'lgan sepsis kabi og'ir kasalliklarga olib kelishi mumkin. Buni oldini olish uchun esa sog'lom turmush tarziga ahamiyat berish, qorin muskullarini kuchaytirish, ya'ni sport bilan shug'ullanish shu bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari esa semizlikni oldini olish orqali ham bu kasallikdan saqlanish mumkin. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.